Voy yaramas, maymuncha qochib ketdi-yu, tez ushla yaramasni. Hozir janob, mana hozir mana to'xta. Ay maymuncha to'xta. Tezlash deyapman men senga. Nima ushla olmaysan? Yo'qotding, meni ushlaysan, tamom. Hozir mana janob qochib ketdi. U yoqqa kira olmaymiz chunki u yerga kirishga hujjatimiz yo'q. Yaramas. Bo'pti, keyinroq kelib tutib ketsan, tushundingmi? Yur, davay ketaylik bu yerdan. Mayli janob, xo'p bo'ladi. Men hozir borib ushlab kelaman. Bo'pti, tezlash. Hozir menga kerak bo'lyapti-ku narsalar to'sh olib kelmasam bo'lmaydi. Bu yerni to'g'rilashim uchun menga anchagina tosh kerak. Hozir kirkamni ovolayin ichkaridan kirib, xonamning ichida turganda kirkalarim albatta. Biri, nima narsa bu? Maymunmi? Maymun. Qayerdan kelib qoldi ekan bu maymuncha? Hozir bu maymunchaga uy qurib beraman o'zim boqib olaman, sen maymunchani, sen xavotir olma, xo'pmi? Seni o'zim parvarishlayman, hozir Jak chaqirayin, Jak kelib turib senga uycha qurib beradi. Nima bo'ldi? Hozir nimadir uchib ketgandek bo'ldi. Mayli, hozir Jak chaqirib kelayin, Jak qayerda edi ya? Uydamidi yoki ko'chada yurganmidi? Mana bu yerda o'zi hayvonlar ko'payib ketdi. Bizni qishlog'imiz zo'par bo'lib ketgan. Alo, Jak qayerdasan? Uyda edim. Tez bu yoqqa kelyapsan ekan-ku o'zi. Va qalaysan, tinchmi? Yaxshi bo'ladi. Uyimda bitta maymuncha paydo bo'lib qopti. O'shanga senga yordaming kerak. Ya'ni o'shanga uycha qurish kerak bitta. Bo'ldi, qurib beraman. Bo'ldi, sen unda qurib qo'ysang, men bir ikkita ishlarim bor, o'sha ishlarni hal qilib kelaman, keyin ko'raman kelgandan keyin. Mayli. Men senga ishondim, lekin cho'tki qilib qo'ygin, chunki u maymuncha men uyimga kelib qo'ygan o'zi. Mayli. Bo'pti, qarochi, men keyinroq gaplashaman sen bilan. Maymuncha qani edi? Maymuncha olib boraymi-kan, hozir o'sha yoqqa olib boraymi? Mayli, unda ishni boshlayman. Qarashda sizlar bilan men Jakemka va bugun videoga kirish turibmiz va videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyin videolar juda ham chiqadi va biz videoni boshlayordik va uydan kirib narsalarimni olishim kerak. Shu yerdagi qush yoqmayapti, qushimning qushi. Nimadir qilish kerak shu qushni. Yo otib o'ldiraman, yo biror narsa bo'ladi. Anda otib o'ldirmasam bo'lmayapti. Juda badimga tegib ovozi juda yomon ekan. Ertalabdan shu turib yordi. Bo'lmasa juda ham ko'p uxlardim. La'nat, o'l. Nima uchun o'lish qiyin buni? Bitta o'qda o'lmagandan keyin qanaqa tasavvur qilish kerak? Mana endi o'ldi. Yaxshi, buni endi qassobga, ya'ni go'shtchiga topshiraman va uni pishirib bersa yaxshi bo'ladi. Aytgancha orqam deydi-ya. Mana shu yerga topshirib qo'ysam, tak, mana shuni yetkazib qo'ysammi go'shtchiga? Mayli, pishirtirib olib kelaman, faqat pulni berasan. Mayli, unda pulni keyin olgandan keyin beraman va unda birinchi bo'lib merning oldiga borishim kerak va mer biror narsa desa kerak endi va eshikni yopib qo'yay. Mer, yaxshimisiz? Yaxshi bo'ladi. O'zingga bizarsan? Yaxshi. Jo'xa bitta xullas maymun olgan ekan. Deyapman. Xullas, shunga uy qurish kerak ekan, men ishim bor o'zimda. Mayli, qurib bersa qurib ber. O'zing bilasan, bugungi ishing yo'q ekan. Mayli, unda borib qurib beramandan keyin ishlarni ko'raman. Aytgancha soliqlarni keyin berishim kerak va keyinroq beraman. Hozircha zarli emas. Mayli, unda birinchi borib ishimni bitirib olsam, keyin o'zlarimning ishimga o'taman va bu yerdan narsalarni olib boraymikan deb o'ylanib qoldim. Mayli, endi olib borsam olib boraman. Unda birinchi bo'lib mana shu yerda kerak narsalar bor ekan, shularni olib olsam birinchi inventarga tushdi. Yaxshi, endi borib qurib bersam qurib beraman va buni birinchi inventarga qo'ymagan ekanman. Aytgancha mana shu yerdan nonni ham olib olay. Nonni olish mayli, olib boraychi, keyin ikkinchi marta kelib o'tirmayman va buni nima olinmaydi. Bularni oldiga qo'yib qo'ysam birinchi inventarga nonni olib olaman. Olmagan endi buni, mana endi olindi. Nimadir bo'lgan, qaysi qishloq biror narsa qilganmikan bilib bo'lmaydi. Endi nimadir bo'lganda xullas buni topshirsam, mana tak keldim. Jo'xa shu yerda bo'lsa kerak, mana shu uyni ichiga. Mana. Keldingmi? Qanday bo'ldi? Uy qurdingmi? Endi qurishni boshlayman. Bu nonni berishim kerak. Yaxshi, unda narxlarni bilib kelaman va eshikni qo'y. Nima yopilmaydi? Mayli, endi yopildi mana. Borib narxlarni bilib kelish kerak. Bular qayerdan kelib qoldi bilmadim. Qayerdandir kelgan bo'lsa kerak. Mayli, e'tibor bermayman. Borib ishimni ko'rayin. Mana shu yerga bir tenib ko'ray. Mana ishlaydimikan? Ishlay olmadi-ku. Hech narsa qila olmas ekan-ku. Mayli. Hech narsa qila olmasa, balki pulim bo'lsa, shuni olardimmi? U Jo'xaning o'ziga adashib kelib qolgan, bilmadim.
qayerlardan kelib qolgan yoki o'zi tov bo'ldimikan bilmadim. Kechasi qo'shib kelgan bo'lsa kerak. Mayli, borib endi mana shu qayerdan qursam bo'ladi. Narxini bilib keldim va voy yigitcha, sen shu atrofda maymun ko'rmadingmi? yo'q, ko'rganim yo'q. Aldama. Ko'rganim yo'q dedim-ku. Qayergadir qochib ketyapti. Uyi bormikan yoki hayvonot bog'idanmikan yoki hayvonot bog'idan qochib kelganmikan? Bilib bo'lmaydi. Mayli, mana shu yerdan qurib bersam qurib beraman va ishni tezroq boshlasam, shuncha tezroq tugataman. Shuning uchun tezroq qurib bo'lish kerak. Men shuni shunaqa qilib qursam, tak shu bo'lsa kerak endi shu maymunga shuncha katta uycha. Nimamda sakragan paytimga qo'yilmayapti. Bilmay qoldim, mayli endi mana shu yerda tak qo'yildi mana. Ajoyib, endi ustidan chiqib qo'yib chiqaman va shu qatori bilan ham o'zi bitib qolsa kerak. Juda ham ajoyib qurilyapti, lekin menga bo'lsa juda ham zo'r uy bo'lardi. Faqat kattaroq bo'lsa edi, juda yaxshi bo'lardi. Shuning uchun buni shunaqa qilib qo'yib chiqsam ajoyib bo'ladi. Bo'lsa kerak endi balandligi endi tepasini ham qo'yib chiqaman va juda ham ajoyib uycha bo'ladi. Shuning uchun tepasini tezroq qo'yib borishim kerak. Tak, juda ham ajoyib chiqyapti, lekin sal kattaroq qurmanda. Mayli endi kichkina bo'lsa ham yashayveradi. Bunga farqi yo'q-ku. Shuning uchun men shuni shunaqa qilib qo'yib chiqaman va juda ham ajoyib stilda quryapman. Shuning uchun bu tak ana endi bu yerda ham yopib qo'yaman va o'rtadan bitta derazacha qo'yib qo'ysam, ya'ni eshikcha. Ajoyib. Endi buni eshigini nima qilsam ekan? Eshigi bor deb aytgancha. Mayli, mana shularni birinchi bo'lib shu derazachalarni ochib olsam, juda ham ajoyib bo'ladi. Mana tak juda ham zo'r bo'ldi, lekin qishiga yashab bo'lmaydi, lekin yoziga juda ham ajoyib mazza qilib yashasa bo'lar ekan va endi shu ustiga qo'ysam bo'lmaydi, chunki isib ketadi. Shuning uchun hozir yoz bo'layotganligi sababli uni ustiga qo'ymasa ham bo'laveradi. Bu eshikchani qo'yayin. Bu eshikchamiz ekan-ku, marketchiga aytib berish kerak. Demak, marketchi eshik deb qo'yib, ya'ni zakaz bergan, lekin eshik bo'lib chiqmagan. Shuning uchun buni aytib bersam yaxshi bo'ladi. Borib endi aytib beraman va tezroq eshikchani o'rnatib olsam yaxshi bo'lardi. Ishim ham tugardi va dam olardim. Nima gap, qo'y qishloqqa. Jo'xat olgan. Ana u nima edi? Xullas, oddiy qo'rag'ir. Shu xullas ana shu narxi baland ekan. Ha, xullas, demak maymunning narxi qimmat bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun mana shu yerdan so'raychi, mana shu yer ochilgan bo'lsa kerak. Endi ish vaqti ham endi boshlangan bo'lsa kerak. Va mana shunga ovozim ketdi. Mayli, keyinroq olsam olaman, olmasam olmayman. Va xullas mana shu yerga keldim. Aytgancha maymunning narxi qancha? Rasmini ko'ray, keyin aytaman maymunning narxini. Mana hozir o'tib ko'rsataman. Tezroq, o'zimning ham ishlarim ko'p. Mana shu $60 What the shunchami? Ha, shunaqa. Ha, demak, chindan shunaqami? Ha, dedim-ku. Demak, yaxshi ekan, zo'r qimmat narx ekan-ku. Borib jo'xaga aytsam bo'laveradi, lekin juda qimmat narx ekan. Ajoyib. Olib kelsang o'zim olishim mumkin. Yo, menga olish kerak emas. Borib jo'xaga aytaychi. Borib eshikni yopib qo'yamiz va borib tezroq aytsam juda ham zo'r bo'ladi. Balki sotib yuborishi mumkin, balki sotmasligi mumkin, lekin juda yaxshilab uycha qurgandim. Aytgancha buni eshigini olib kelish esdan chiqqan ekan-ku. Mana shu borib tezroq eshigini olib kelib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Unda jo'xa shu yerdamikan bilmadim, lekin mana shu yerda ekan. Mana maymunchasi ham shu yerda ekan. Jo'xa, qanaqa jo'xa? O'zim jo'xaman, tentaymanmi, jak? Nima bo'ldi, uyni qurdingmi? Ha, mana qurdim. Maymunchani olib boryapman, qani. Mana bu dahshat quribsan, takoy, lekin maymuncha kel, maymuncha kir ichkariga. Minib kirib qo'yaman, buni ko'ryapsanmi? Minishni ham o'rganib oldim. Bo'ldi, yopib qo'yamiz endi. Buni borib narxini bilib kelishimiz kerak ikkalamiz. Bo'ldi, yopib qo'yamiz. Davayte, borib bilib ketaylik, nima deyapman, bilib kelaylik narxini. Unda yur. Qayoqdan bilib kelamiz qizig'i? Mana shu yerda qurilgan ekan, zooparkda. Mayli, boramiz. Qani, qayerda? Ko'rsat menga. Mana. Qani, hech kim yo'q bu yerda. Hech kim yo'q ekan. Qanday bilamiz? Ish vaqti tugabdimi-kan-a? Menimcha shundaymi, nima? Bo'ldi, ketdik, bo'lmasa bu yerda o'tirmaymiz. Borib turib ishni ko'rish kerak. Ha, unda ketdik. Yur, ketdik, chiq, eshikka chiq.
Mana chiqdim. Davay, ke ortimdan tezlash. Mana boryapman, yugurib boryapman. Bu maymunchani nimadir qilishimiz kerak. Bu yerda turmasa kerak. Yo'q-ku, aytdim turmasa kerak deb. Ko'rdingmi? Yo'q bo'lib qolgan o'sha sirazi. Hozir qayerdan topamiz buni? Mayli topaman. Bo'ldimda topib kelsam topib kelaman, borayinchi. Qishloqlar biladi, hamma joyini qishloqlar o'zi kirchikirini biladi-ku. Qo'y qishloqqa maymun yo'qolgan ekan, bilmaysanmi? Balaqani o'rmonga ko'rgandim. Hamda borib topib kelayinchi, o'rmonda bo'lsa, o'rmonning boshlanish joyiga boramiz. Birinchi bo'lib qurolni ham yo'q tugagan ekan, qo'shnini qurolini olib turaman. Mana shunda aniqdan qurol bor edi. U ikkita ekan. Ikkitani, demak, bittasini oldingi qatorga qo'yib olaman va juda hamma joy bo'ladi. Shuning uchun mana buni kerak yo'q. Shuning uchun sherik qoldiramiz va keyin kerak bo'lsa olib ketamiz. Shuning uchun sherik turib tursin. Tak borib endi o'ldirish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Sherda bormikan o'zi? Mashina ochiq turibdi, demak mana sherda ketib qolmagan ekan. Voy, nimaga do'stimni o'ldirding, yaramas. Sen ham o'lasan. Senga hech narsa qilmadimi? Sen aytgancha gapira olmaysan. Gapirishni o'rgatish kerak. Ketdik. Yurmaymancha ketdik. O, chopishini vobshiku. Juda ham tez yurar ekan. Ajoyib. Ortdan boraversam ham bo'lar ekan. Yaxshi, bu qochib ketdi. Uyiga qarab qochib ketdi. Mayli, men ham endi sekingina uyimga boraversam bo'laveradi.